Hava, assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshimisiz xo'jayin? Kayfiyatlaringiz zo'rmi? Mana bir kofe shakarsiz. Tezroq kirsiz-ba? Xo'p, bo'ldi xo'jayin. Bo'ldi, azab qaramayman. Bor mashina o'rtasida kiyim o'tdi. Shuni olib chiqman. Bo'ldi, azab chiqaman. O'tgan bosib chiqaymi yo'naklarga? Balki ko'chada yurisiz-ku, endi g'ijim bo'lmaysiz-a? Ey tezasam kam. Bo'ldi hozir. Xo'jayin hozir bir soatdan keyin hamkorlarimiz keladi ekan. Shu moybellari qo'shayotib suvlarni, shokoladlarni tashlaymi? Endi qo'shayottiradi-mi? Men qarasam, Behruz, erkakmisan? Bir jiddiroq bo'lsa, bir erkakda ham jiddiy, mas'uliyatroq bo'ladi. Maskarozmisan ya? O'zog'im uning bola emasmi? Prosta akam yo'q. Uyda opam, Diana uchimiz yashaymiz. Yolg'iz oila boquvchi, men opam ishlamaydi. Hamma narsa meni bo'ynimda og'ir. Prosta bu zavod ilingandan keyin dim yerini yo'q qoldi. Shuncha ishini bo'shatib berish jahl ustunda. Shuni men ham bo'shatib bermang degan maqsadda postoyanni sizni guldirib yuraman. Men bo'shab ketsam, oilamda kim boqadi? Uzr ukam, sen tushundim. Bugun oyligini ko'tarib beraman. Yo'q, xo'jayin, o'zi menatimga yarasha berib tursiz. Rahmat katta. Shu bo'g'ani men bo'shatib bermasangiz bo'ldi-mi? Men turdim xo'jayin, ishlarim bor edi, ishlanmadi.